Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar, yurtdoshlar, hamkasblar. Men Sharsabz tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Esanov Zafar bo'laman. Sizlarga murojaatim shundan iboratki, tumandoshlar, mana hozir mavsumiy kasallik, tabiatimizda ozgina injiq kelishi, kechasi salqin tushib, kunduzi issiq bo'lishi odamlar o'rtasida o'tkir respirator kasalliklarini, gripp kasalligini, adenovirus infeksiyalarni ko'payishiga olib kelmoqda. Bu mavsumiy kasallik har yili shu kuz, bahor oylariga ko'tariladi. Sababi kuzda xazon rezgi, bahorda gullash vaqti bo'lganligi uchun ham allergik, ham infeksion holat odamlar orasida kasallanishni biroz oshishiga olib keladi. Ikki xil yo'nalishda ish olib borishimiz kerak. Birinchisi kasallikni oldini olishimiz kerak. Ikkinchisi bemorni to'g'ri davolashimiz kerak. Kasallikni oldini olish uchun infeksiya zanjir sifatiga bir-biri bilan ulanib ketadi. Shuning uchun birinchi qiladigan narsamiz, agar insonlar ko'p muloqot qiladigan joylar, maktab, bog'cha, korxonalar, ish joyimizga shunaqa holatdagi bemor ishchilarimizmi, xodimlarimiz bo'ladigan bo'lsa, uni o'rtada filtr qilib kirish payti o'shanaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bemorchiligi bo'ladigan bo'lsa, uni uyda aloqalash. Eng asosiysi tibbiyotdagi bir marta ishlatiladigan niqoblar. Bemor insonga niqobni taqib qo'yamiz. Bu ozgina xato. Sog'lom insonlar niqob taqsa, kasallikdan himoyalangan bo'ladi. Tana harorati tushirmasa, o'zimiz yashaydigan hududga, o'sha o'zimiz yashaydigan tibbiyot muassasasiga murojaat qilishimiz kerak. Hududimiz endi tuman bo'yicha ham tog'li joy bor, bundaqa quruqlik joylarimiz bor. U joylarga hammasiga poliklinikalar, qishloq shifoxonasi bor. O'sha yerga o'zlarini polinika mudirlariga hammasiga topshiriq berganmiz. Ertalab 8 dan kechki 8 gacha tibbiyot xodimlari xizmat qiladi. Menga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qiling. Poliklinika rahbarlarining hammasini telefon raqamlarini beramiz. Ularga murojaat qilsangiz, o'zlaringiz yashab turgan hududga tezgina murojaat qilinsa, ular birlamchi yordamni ko'rsatib, dori-darmon bilan ta'minlab, o'sha yerda kasallikni yengil kechishi uchun, sizlar aziyat chekmasliklaringiz uchun kafolat beramiz, yordam beramiz.